Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank Qorasuv BXO hamkorligida Samarqand viloyati Tayloq tumani Galabotir mahallasida 247-250 konturlarda amalga oshirilmoqda. Hozir ko'rib turganingiz bu 247-kontur. Bu yerda kartoshka mahsuloti ekilgan. 247-konturning hajmi 2 gektar 55 sotixdan iborat. Eni va bo'yi 96 metrga 267 metr. Bu konturimiz Galabotirdagi 250-kontur bo'lib, buning hajmi 7 gektar 45 sotixdan iborat. Bo'yi va eni 209 metrga 356 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash va hosil tugish jarayonida, tugib endi asosda katta bo'lyapti. Ekinlarni yetishtirish muddati 90 kun, o'rtacha 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Hozir mana sug'orilyapti ham. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha 50 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun ishlab chiqarish kooperativi Aliqul Azizbek ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jalik daromadlarini yanada oshirib boriladi. Ko'rib turganingizdek 247 va 250 konturlar jami 10 gektardan iborat.